Onası, çünkü ustasını yomon şey bo'ladi. Demak, bitta uchun daromadim yetmaydi. Ikkita ushlamoqchi. Agar bo'lsam, shunaqa bitta kaman kamlik qiladi. Tugatib ishim kerak bo'lib. Пожалуйста, я что очень мundek beramiz. Masalasi yo'q. Просто A kategoriyada faqat nima qilib qo'yishimiz kerak. Yengil motion kamaslar deyman desam to'g'ri. MCJ, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bo'lib, bitta ishchi ko'rsatish. Yo'q, MCJ sifati oladigan bo'lsa, demak, ta'sischisi yosh bo'lishi kerak. O'shani bilan aytib ketay. Yattita bo'ldi, demak, yattita bir kishi. Bir kishi. Bu ham 18 yoshdan o'tgan, o'sha ko'rmagan bo'lishi kerak. Xususiy korxona, oilaviy korxona, MCJ, qo'shma korxona hammasida ta'sischilari, bitta ta'sischi o'ziniga majburiyat yo'q. Ta'sischilari yoki ta'sischilari shu 18 dan 30 yosh oralig'ida bo'lishi kerak, yosh bo'lishi kerak. Unda o'zi o'zini banqlash degan tushuncha yo'q. O'zi haqiqatan o'z rasmiy daromad manbaiga ishi bir o'zi ta'sischi korxona egasi, rahbar bo'lgan yo'q, qanaqa lozim ish. O'zini banqlash degan narsa keyin yana mamlaqa yoshlar ichida bo'lishi mumkin. Biz bu loyihani to'g'risi ko'pchilik juda sodda tushunyapti, mana qayta olishki juda keng qaror bo'lib chiqdi. Faqat bizlarnikida shu anaqa o'rganib qoldi. 18% chiqdi. Chorva olamiz, asab chorva uchun yo'q. Asallarni elik o'tiribdi, chunki maqsadli masala sal og'irroq qaralyapti. Qaranda ham shunaqa elik keldi. Buni ham yetilib emas. Hozircha zaiflayapmiz. Zaiflarimiz bo'lsa, aytamiz bo'yicha. Faqat shu bo'yicha bo'lib qoldi bizlarda. Shuning uchun mana startup garaj degan narsa bizada ochilgan. Ya'ni startup boyalar o'zi asosiy yo'nalishi bu shu. Mana 100 million yashasi kamsiz berilgan. Asosiy yurtga shaxsiy berilgan bo'lsa 45 million so'm. 45 million so'm yurtga shaxsiy. Avvalda Windows o'sha bo'yicha berilgan bo'lsa, ko'rinadi. Mana 45 million yurtga shaxsiy berilgan. Asosiy yo'nalishi bu yoqqa o'rin qarash kerak. Innovatsiya deganini yoshlar ideali yoshlardan mantiq. O'sha yoshlardan ideal g'oyalar bizda startup garaj bor. Masalan, o'yin bo'ldi, fikr bor, lekin men hech emas, programmist emas. Masalan, bu ta'minot ba'zi startup garajlarning g'oyasini bizlar bor. O'sha g'oya ustida ishlaydi. Yosh bilan o'zini g'oyasini yana ish o'rganadi. Master ta'minot bo'yicha g'oyalar bo'yicha ta'minot to'yxonalarni onlayn platformasi qiladi. Oddiy masalan, hamma xayriylar bor. O'zbekistonning amalga oshirish shu darajada g'oyasini ichish kerak. To'yxonalar onlayn platformasi qiladi. Bu platforma kerak. Ulardan siz qancha plastik foydalanaman?